Abdulla Qahhor, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida menejment fakulteti talabasi Hamro'yeva Sabina Ismoil qizi. San'atkor. Konsert odatdagicha navbatdagi nomerimizda kelganlaringga rahmat o'rtoqlar bilan tamom bo'ldi. Nomi chiqqan ashulachi san'atkordan boshqa hamma xursand tarqaldi. San'atkor tajang edi. Tanaffus vaqtida zalga chiqqan edi, bir traktorchi uni savodsizlikka aybladi. Traktorchi tanqid qilganiga san'atkor asli chiday olmas edi. Traktor qayoqda-yu? Masalan, Cho'rsarp qayoqda? Traktorchi qayoqda-yu? Ashulachi qayoqda? San'atkor uyga ketgani izvoshga o'tirganida yana tutaqib ketdi. Hech bo'lmasa aytadigan ashulani o'rgan, so'zlarini to'g'ri ayt. Nimasini bilmayman, nimasi to'g'ri emas. Men shu vaqtgacha muxbirlar, yozuvchilar ham tanqid qilgan emas. Formalizm, naturalizmdan o'tdim. Hech kim atvot bergani yo'q. Atvot berish qayoqda? Hech kim meni og'ziga ham olmadi. Endi bir traktorchi tanqid qilar emish. San'atkor izvoshchini hayron qoldirib, o'zidan o'zi g'o'ldirab borar edi. Uyda xizmatchi ovqat qilib qo'ygan ekan. San'atkorning tomog'idan hech narsa o'tmadi. 2 piyola choy ichdi xolos. Unga turib nasha qilar edi. Ashulani mexaistik aytar emasman. Tovushim yomon bo'lsa, nega plastinkaga oldi? Tanqid deganiga endi bu kishining ham tanqid qilg'ulari kelibdi. Amali traktorchi. Obbo. O'qishga bordingizmi? Dedi xizmatchiga oyog'ini solib. Bordim. Xizmatchi 2 haftadan beri savod maktabiga o'qir edi. Xizmatchisi savod maktabida o'qiyotgan bir kishini traktorchi savodsiz desa, alam qilmaydimi? Dedi san'atkor o'zicha bo'g'ilib. Labingdan bo'lsa olsam, shakarlab. Deganim u kishiga yoqmabdi. Bo'lsa emas, bo'lsa emish. O'zi bilmaydi-yu menga o'rgatganiga kuyaman. Senga o'xshagan savodsizlar bo'lsa, bo'lmasa deydi. Artist kulturli odam, gapni adabiy qilib aytadi. Bo'lsa, bo'lmasa deydi. Pojarni gugurtni yerga tashlamang deydi. Rejissyorimiz esa gugurtni yerga tashamang dedi. Qanday chiroyli, pojarnimi? Pojarningmi? Shoshma. Nima uchun pojarni? Pojarni albatta. Rejissyorimiz juda kulturli odam. Odam degan mana shunday bo'lsa, urishsa ham xafa qilmaydi kishi. 2 gapning birida ta'bir joiz ko'rilsa deb turadi. Bu traktorchi menga shuncha dashnom berib, ko'ngil uchun bir marta ta'bir joiz ko'rilsa demadi. Xizmatchi daftar qalam keltirib san'atkorning oldiga qo'ydi. Jning kattasi qanday yozilar edi? Domlamiz bir kun ko'rsatgan edi, esimda qolmabdi. San'atkorning jahli chiqdi. Endi Jga keldingizmi? Barjom deganda yoziladi. Kechagi barjom og'zi ochiq qolibdi. Gazi chiqqandan keyin bir pulga qimmat. Sizga ham dunyoga kelib kulturli bo'lsangizchi, burningiz selladi. Arting, ta'bir joiz ko'rilsa. San'atkor o'rnidan turib yotoqqa kirib ketdi. Yotasizmi? Dedi xizmatchi narigi uydan. Nima edi? Jning kattasini ko'rsatib bermadingiz? Ertaga domla so'rayotgan edilar. Qanaqa yoziladi? Kichigini yozib, qattiqroq o'qing. San'atkor yechinib ko'rpaga kirdi. Xizmatchi chiroqni o'chirib chiqdi. San'atkor ko'zini yumdi. Ko'ziga g'ira-shira qorong'u saldagi son-sanoqsiz kallalar ko'rindi. Bular ichida eng kattasi traktorchining kallasi. U iljayar edi. Afting qursin, dedi san'atkor va narigi yonboshiga ag'darildi. Ayol o'tmay uyquga ketib, xo'rraga yotdi. Uning xo'rragi ham nechukdir adabiyroq edi. Lo'qon 1936-yil.